Yaxshidan bog' qoladi deydilar. Siz bog'ingizni yaratdingizmi? Yo'q bo'lsa siz uchun masjid yonidan tayyor bog' topib qo'ydim. 13 sotixdan iborat bo'lgan, ichidagi daraxtlari 20 yoshdan katta bo'lgan ushbu joy sotiladi. Gilosning Volovoy navidan ekilgan bo'lib, mevasidan ko'pchilik bahramand bo'ladi. Natijada sizga savob ketidan savob yozilyapti-ku. O'lchami 34 ga 38 metr, bo'sh yer maydoni ham bo'lib, ekin eksa ham bo'ladi. Gaz, svet, suvning tashvishini qilmaysiz. Gazoblokdan bir xona uy podvali bilan solingan. Qurilishi hali oxiriga yetkazilmagan ekan. Keyinchalik qurilishi davom ettirib, o'zingizga turar joy qilib olsangiz ham bo'ladi. Atrofi devor bilan o'ralgan. Narxi esa 32 mingga baholanyapti. Ekrandagi nomerda egasi sizni kutmoqda. Manzilni aytib o'taman. Quvasoy shahar Kokilon MFDda joylashgan. Mana shunday 40 minggacha bo'lgan yerlar va turar joylarni foydali maydon loyihamizdan topishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ysangiz zarar qilmaydi do'stim. O'zidan bog' qoldirmoqchi bo'lgan do'stlariga videoni jo'natib qo'yamiz.